Yuzbosh degani bayda PR boshqa narsa emas. Haqiqatan soni ko'p. Xudo xolsa o'ta maroqli video bo'ladimi? Yem berish uslubi azam qadar o'zlaridan so'radik. Hop. Kuniga 5000 so'm, 6000 so'mdan bitta mol yig'ilgan. Dekabrda kelgan ekan bu mollar. Degan, mashalloh. Dekabrda 13 million 200 so'mdan molxonaga kirib, arg'amchiga tushgan ekan. Mashla. Buni Assalomu alaykum qo'y bozori. Xudo xolasa YouTube kanalining obunachilari va biz tasodifiy ko'rib turgan obunachilar. Xudo xolasa kanalda xudo xolasa yangimiz, kanalim yangi, xudo xolasa sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan kanalni rivojlantirishga harakat qilamiz. Xudo xolasa sizlarga Rossiyadan chetdan kirib kelgan hayvonlarni ko'rsatishda xudo xolasa davom etamiz. Qodir Ali Xonman, charchamaysiz. Assalomu alaykum. Azrolbek, sizmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Xudo xolsa 100 bosh mol kelgan deb eshitdik. 100 bosh mol kelgan, Qodir Ali, xudo xolasa bir obunachilaringiz ilinib. Chiroyli qilib Hojakbar akam bilasiz, Asrolbek ma'lumotini berib o'tasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa ma'lumotlarni beramiz, xudo xolasa. Savollarga javobdan o'zlaridan olamiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hojakbar aka, tuzamsiz? Ha. Mashmollaringiz ma'lumotini chiroyli qilib berasiz. Xudo xolsa 100 bosh buqa. Hammasi Qirg'iz, Qozog'iston, Rossiya, ya. Bravo. Xudo xolsa mana mollarga ish qo'zg'aganlar kommentariyaga chiroyli fikrlaringizni bilintirib, kanalga yangi ko'rib turganlar obuna bo'lib, podpisa bo'lishni unutmaysizlar. Xudo xolsa hamma ma'lumotni Asrolbek o'zlari o'zingiz beradigan bo'ldingiz, Asrolbek ma'lumotlar. Qodir Ali xudo xolasa o'zlaricha tortinib turibdilar. Qodir Ali bularni boqilyapti ekan. Buni haligi demaylar, chiroyli boqsalarni xudo xolsa moldan mol qoladi deganda, rosa chiroyli qilib boqishda, mehr berib, bitta narsani chiroyli qilib rivojlantirib olsalar, xudo xolsa chiroyli naflanib, xudo xolsa oxirida barakasi ham chiroyli bo'ladi, xudo xolsa. Hop, bularni yem hashaga kelsak, Qodir Ali. Ha, Asrolbek. Ha. O boshidagi o'sha boshida, xudo xolsa, mashalloh. Mollarni qarang. Xudo xolsa bo'ladi, miriqib, ko'kchoyda olib kelib, maza qilib ko'rib o'tirsalaring bo'ladi. Shular yemi Asrolbek. Qodir Ali, bular somon bilan o'zimiz Makka jo'xorini maydalangani silos desa bo'ladi, o'zimiz hozir hamma tushun bo'ldi. Buni yonidan narsaga o'zimiz tushib qoldi. Bu bitta molga Qodir Ali. Ha. Mashinada qilib bitta molga tashlanadi. Bu bug'doyda un qilingan. Bug'doyda un qilingan. Bug'doyda pachaqlarda un qilingan. O'sha qo'shib beriladi. Boshidan biri shuni berishyapti ekan-a. Boshidan shuni berishyapti ekan, xudo xolasa. Mashalloh. Buni tushunganlar, xudo xolsa bu eng arzon varianti. Mana bug'doyda maydalangani, vaqtida silos, o'zimiz oddiy tilda silos deydi. Buni endi mashalloh, mollarni qarang, semirganlar. Xudo xolsa chiroyli qilib shu arzon variantida ham mol boqsa bo'ladimi deganlar uchun xudo xolsa videoni oxirigacha kuzating, hamma ma'lumotni beramiz. Hop, Qodir Ali, mollarga. Mashalloh. Bu nima uchun deysizlar, Qodir Ali, bularga qanaqasiga arzon deyishadigan bo'lsa, ular o'zi bu yerda mol fermasi ham bor, o'zlarining katta yerlari ham bor. Mana shuni endi shaytda nima deydi? Gap so'z isboti bilan deydi mana. Hamma joy o'zlariga qarashli. Uni bir ikkita hojakalarimiz aytishadi, uyga kelishganda 20 gektar, 30 gektar qo'yim yerim bor deyshadi mana. Xudo xolsa mollarni olib boqsalaring bo'ladi, yerlaring ko'p bo'lsa, o'sha unumli foydalansa bo'ladi, xudo xolasa. O'zlari silosda sotib olishmaydi. Ko'chada sotib olishadigan bo'lsa ham 1000 so'm, 1,5 so'm ustiga minadi. To'ppa-to'g'ri minadi. Dehqonchilik qilib o'zlari xudo xolasa hamma yo'q. Bug'doylardan ham boshqalardan muammo yo'q. Bu yerda mana bu yoqqa chiqing mana. Somon degan narsadan ham muammosi yo'q. Bosilgan hamma yo'q. Xudo xolsa harakat qilsalar, shu chekkada turgan pullaring o'sadi degan variantda mana. Hech haligi PR boshqa narsa, lekin bor narsa bori qozonga chiqadi deydi. Xudo xolsa ishqibozlari yana ko'rib batafsillarga kelib ma'lumotni olaman deganlarga xotirjam lakasalar tashab beriladi. Xudo xolasa ekranda nomerlar bo'ladi, Qodir Ali. Xudo xolasa mana bu yerdagilar 2 kun bo'lib ketgan, hali charchoqqa chiqmay yotibdi. Allohga qarang, mashalloh. Promoy Moskvadan o'tgan holatida. Rossiyadan endi qayerdanligini to'g'risi bilmaymiz Moskvadan deb. Suvni hozir shuncha moldi faqirlab chelaklar deganda oddiy tilda shunaqa qilib sug'oriladimi Asrolbek? Mana bu yerga motor o'rnatilgan Qodir Ali. Mashalloh. Suvimiz o'chib qolibdi, ko'rsatib bergan. Mana bu yerda kraniyatni bitta buraladi. Ha? Kran shuni buraladi, buni tashlab qo'yiladi. Bular bu yerga shuni tashlab qo'yib boshqa ish qilib turaveradi. O'zi to'lib, to'yguncha ichib olaveradi. Bu oxiriga borganingizda o'z ishingizdan chiqib bo'lasiz. Bu yerda 40 ta mol baylanib turgan bo'lsa, 40 ta moldan suv oxiriga yetib borguncha ham ozmuncha vaqt ketmaydi. Mashalloh. Buni Qur'oni masalan endi molxonani yangi quraman deganlar uchun uzunligini, enini
nechta mol sig'adi? Hamma ma'lumotni biroz berib ketsangiz. Qodir Ali uzunligiga 45 metr ekan. 45 metr. 45 metr oshura 49 metr ekan, mol turgan joyi 45 metr. 45 metrga eniga 10 metr. Eniga 10 metr mana. 10 metr. Mana o'sha 10 metrlik holatda bo'lsa, eni uzunligini o'sha joylaring bo'lsa, o'rtani ko'ryapsiz, qancha joy zazor qolishini. Xotirjam uni mana arava yaqib qo'yishdi slosga. Mana slosga mana ko'rsatib qo'yamiz, Qodir Ali. Bularga qanaqasiga arzon tushadi desa, mana bu yerda Makka demak zapasda turibdi. Bu yerda ozmol aylanmaydi. Mol ko'p kelib turadi, xudo qiziqqanlar qachon ko'rib turgan bo'lsalar mana slosi ham, slosi shundoq boshlaydi. Hamma ma'lumotni hamma yo'qda lakasa tashab berishadi, ko'rib bemalol xotirjam ma'lumot olib ketsalaring bo'ladi. Masalan, qiziqqanlar bor, yangi boshlayman deganlar bor, xotirjam. Mashalloh, mollarni qarang. Bular Qozog'istondan yetib kelgan mollar mana. Ana Qozog'iston o'zini hozir Qozog'iston ham bekildi. Ha, hozir endi o'sha dekabr paytida ochiq edi, lekin hamma biladi. Ha, dekabrda kelgan. O, qarang yochlar. Uni o'zi Asrolbek dam olishini ko'rib ham maza qilib o'tirishadi. Ordiq chiqarsangiz ham bo'laveradi, xotirjam. Qodir Ali endi bularni ya'ni ma'lumotini berib o'ylaymiz, xudo xohlasa sotlaganlarni bo'lsa. Hali sotiladigani ham bormi? Sotiladigani ham bor. Gap yo'q, xudo xohlasa videoni oxirigacha ko'rib, mana kesaking yetib kelgan partiyalardan. Mana jonivorlar. Inshaalloh. Bu Ford Dishanami? Masalan, mana xotirjam tushungan odam esa o'zimizniki demaydi. Aqdan yetib kelgan holatda maza qilib boqamiz deganlarga xudo xohlasa tavsiyasini beramiz. Boqib maza qilib naflarni foyda qiladigan joyi. O jonivorlar. Mana. Hop, Qodir Ali bu yerda sotiladigan mollar. Bular sotiladiganlar. Bu yerda bahosi qanaqa deb o'ylaysiz, Qodir Ali? 24 milliondan 34 milliongacha molimiz bor. Xo'p, bular 24 milliondan 34 milliongacha obunachilar, xudo xohlasa obuna bo'lib, podletsani bosib, laykni bosib, mashalloh niyat qildim. Xudo xohlasa meniki ham 100 ta, 1000 ta, 10 ming ta bo'lib ketsin deganlarga yaxshi niyatinglar. Bular sotiladiganlar, ha? Mashalloh, mana qarang. Bu yoqqa o'taring-da. Orqasida xudo xohlasa chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Mana boqdim, qiziqaman. Molga deganlar ham kelib, xotirjam hamma ma'lumotni bilib, maza qilib ketishlari mumkin. Xudo xohlasa. Hop, Qodir Ali. Labay. Mana bu mollar hammasi sotiladi. Yurib turgan mollar. Mashalloh. Soni ozmuncha emas. 50 ta yaqin molimiz sotiladi ekan. Xo'p, hammasini o'sha ma'lumotda ketaveradi, ha? Ma'lumot, o'sha ma'lumot mana 24 milliondan 33 milliongacha. Eng kattasi 33 million, kichigi 24 million. Kelib tanlashiladi, narxini kelishaveradi, to'g'rimi? U yoq bu yoqda biz baland qarab kelishaveradi. Baland pastini aytib ketyapmiz, mashalloh. Mollarni ko'ring. Xudo xohlasa qiziqqanlar xotirjam, bemalol tortinmay kelaverasizlar degan variantlarda mollarni qarang. Bular hali tish buzgan ulgurmagan. Bular hali tish buzmagan variantida. Tish buzmagan variantda, juda yosh variant. Endi tish buzsa ularni Asrolbek qanaqa holatga kelar ekan, uni endi tasavvur ham qilib bo'lmaydi hozir. Filda men yurishadi-yu. Ha. Shunday qilib men yurishaveradi bular. Xudo xohlasa, buni ishqibozi qiziqqanlari juda ham ko'p. Xudo xohlasa sirasi ketdi degan holatdan Asrolbek bular masalan bir haftadan keyin ko'rishadimi, bir oydan keyin ko'rishadimi, nima deb qolasiz? Mol uzilmaydi, ha? Bo'ldi. Lakassasini tushuntiramiz, lakassasini tashlab beramiz, ular kelib xudo xohlasa tepasiga kelib kelishadi ham, masalan menga yoqdi mana mana shu mollarning ichidan. Tashish shunday aytsangiz, xudo xohlasa kelolmaydiganlar bo'lsa chiqarib berish dastlabki xizmatlari ham bo'ladi, ha? Hamma yo'li bo'ladi. Xudo xohlasa ko'rib olishgani yaxshi. Ko'rib olib, ha, tevasida. Kelib o'zlar ko'rib olsa ham, xudo xohlasa tasdiqlarni ham uyushtirib beriladi. Lekin mana Bayda Asrolbek katta ko'rinyapti, boshqa narsa. Unaqa holat bo'lgan yo'q. Nimaga? Realniy video bo'lyapti. PR boshqa narsa emas lekin. Yosh bolani qo'lga berib qo'yib, molni katta ko'rsatib boshqa emas. Mol mana yetib yuribdi, o'zini holatida. Xuddi mana shu ko'rib turganlar mana shunday. Xohlang o'sha aytasiz, mana shu molni jo'nat deysiz, tushunganlar metrlab, bo'ylan o'lchab, hamma ma'lumoti berilaveradi. Xotirjam. Xudo xohlasa shularga kelgan yana yangi partiya kelsa, yangisini ham video qilamiz, xudo xohlasa. Endi furadan tushirib turgan videolarni ham xudo xohlasa ko'rsatib beramiz. Mashalloh, xudo xohlasa. Kanalga obuna bo'lib, xudo xohlasa. Yaxshi izohlar qoldirsin, Qodir Ali. Xudo xohlasa kommentariyaga bo'ng'illatib, gap yo'q, malades. Misol o'zlar olchalmaydigan bo'lsa ham, podlisiya qilib, qandashli gruppalarga, oshnovoy gruppalarga tarqatib tursa, ular sababli ham mana misol
Xudoyim bizni sababchi qo'ygan bo'lsa, ular olishmaydigan bo'lsa, ular sababchi bo'lib qoldi, tarqatib qo'ysa, ularga ham xudo xolosa katta. Gaping stopodor. Xudo xolsa videomiz yoqqan bo'lsa, izohlarni yaxshilab qoldirib, mashalloh. Mollarni qarang. Buni ichidan chiqqingiz kelmas ekan, bari ishqiboz bo'lib. Xudo xolsa maza, maroqli video bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga otangga rahmat degan so'zni qoldirib, podpisa bo'lishni unutmaysizlar. Xudo xolsa davomiy bo'ladi. Bundan ham chiroyli, sifatli videolarni olib berishga harakat qilamiz. Mana buni molni oldlarini qo'ying, qodirali. Mana. Mashalloh. Moling bormi desa, bor deydigan ekan. Mana qarang. Mana molu. Bular o'ylab qolishmasin. Bu mahallachi semiz ekan, buni shunalab qolsa bo'larkan deyishmasin. Boylar bu o'zimiz tilda aytsa buzoq. Buzoq bular hali tish chiqarmagan holatida shu yoshiga to'lgani hali tish chiqarmagan bular. Bular 1 yoshdan o'tdi. 1 yosh, 1 Bir yosh. 1 yoshga yetib bordi, xudo xolasa. Bizda 1 yoshligi ham bor. Endi uni tish buzsa ko'rishyapsiz. Endi o'zi tasavvur qilib bo'lishyapti obunachilar maza qilib, xudo xolasa haqiqiy maroqli video bo'ldi, maza qilib obuna bo'lib, podpisa bosib tursalar, xudo xolsa bundan ham sifatli, bundan ham chiroyli narx arzonlardan keladi. O'zingiz gap chiroyli qilib ma'lumotni berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa.